Ikkita farzand bilan obedgacha kunim qanday o'tadi? Bizda hozir 2 yoshli krizis davri va tongimiz odatda isterika bilan boshlanadi. Shu jarayonda eng muhimi sabr va tartib. Kunimizni kichik va eng muhim odatlardan boshlaymiz. Tish yuvish, yuzni yuvish, asta-sekinlik bilan o'zimizga kelish. Bolalarni kelajakda muvaffaqiyatli qiladigan narsa bu disiplina. Bu har kuni takrorlanadigan kichik foydali odatlar. Vaqtida turish, gigiyena, ovqatlanish shu oddiy narsalar keyinchalik katta natija beradi. Parallelni 4,5 oylik bolamga asta-sekinlik bilan kuniga bir mahal bo'lsa ham prikolm qo'shdim. Chunki yaqinda o'qish kunlarim boshlanadi. Bolalarimga barcha vitamin nonushtalarini berib, 5 daqiqa qahva ichishga vaqtimni ajrataman. Bu kichik pauza kun davomida energiya beradi. Oshxonani bir sidra yig'ib, kichkina qaynisinglim bilan bolalarni sayrga olib chiqamiz. Uydagi tozalik va bolalarga yetarlicha vaqt ajratish muvozanat talab qiladi. Men uchun ayni damda bolalarim prioritet, uy ishlari esa hech qachon tugamaydi. Bu degani uy ishini qilmayman degani emas. Misol uchun bugun kichkintoy uxlagan paytda kattasi o'yin bilan band bo'lganda, men bir sidra vanna tualetni yuvib chiqdim. Mukammal qilish shart emas, asosiysi yetarlicha. Soat 12:30 qizimga obed berish vaqti keldi. Ha, onalik bu takrorlanadigan jarayon. Bunaqa paytda omiz ketishi aniq. Bunday payt mashkur qilishni boshlayman, o'shanda o'zimga kelaman. Bolalarni uxlatib biroz dam olaman deb o'ylasam, lekin haqiqat boshqacha. Spalnyani ham tezda tartibga keltirdim. Endi esa biroz o'zim uchun vaqt. Kitob o'qiyman va charchoq bilan uyqusizlikni shirinlik bilan yengaman deb o'ylasam,